qanaqa qilib o'z tadbirkorlikka kirgansiz, nimadan boshlagansiz? Bilaman, Rossiyada ham biznesingiz bo'lgan. Babula bozordan narsalar olib kelib berardi, konservalar, men uy taqillatib sotib yurardim. Qanaqa o'zi mana restoran biznesda eng katta muammolar bor? O'sha Karri 2da o'qiganimizdan keyin olgan instrumentlarimni hal qilganman. Ayolingiz bilan ishlash qiyinmi yo? Odam yig'ayotganini aytaman, men bilan ishlaysan. Ya'ni o'zi restoranlarda katta muammo bu ofitsiantlar. Ya'ni bizga kirganmi joz, kirmaganmi joz, kelganmi joz, kelmaganmi jozlarni hamma bilan gaplashib chiqdik. Nimaga siz restoratorlik emas, вообще restoran bilan bog'liq emas odamlarga o'qishga keldingiz? Targ'ibot sentrda food courtda sredniy chekka ma'munchalik zo'r restoran ochdi desam, san maqsadli auditoriya o'tdi, yo'q, yopini deganlar. Yangi restoranlar ochdingizmi? Mana shu Karridan keyin. Hozir mana Toshkent City Malldan joy olamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bugun bizani yangi qahramonimiz Sherzod aka Iminov. Assalomu alaykum. Sherzod aka Iminov biz uchun juda yaqin odamlar. Malta voshtular bizga постоянно obed ujini jo'natib turadilar. Bizda kar o'sish dasturimizda kurator ham bo'lib ishlaganlar. O'qigansiz, kurator ham bo'lib ishladingiz, tadbirkorlikka yordam berdingiz. Ozgina o'z historiyangizni aytib bering. Qanaqa qilib o'z tadbirkorlikka kirgansiz, nimadan boshlagansiz? Bilaman, Rossiyada ham biznesingiz bo'lgan. Yo'q, shu yoshlikdan hammaga havas qilib, amakilarim, babulalarimga havas qilib, tadbirkor bo'lishga niyat qilib, shunda tadbirkorlikka kirib ketganman. Har doim qiziq bo'lgan menejment, pul va nimadir yengilroq o'ylab topib, haligi nima deydi, почешить свое эго. Shu taraflama tadbirkor bo'lib ketganman. Yoshligimdan ishlardim. Maktabdan oldin ujanu babula bozordan narsalar olib kelib berardi, konservalar, men uy taqillatib sotib yurardim. O'shandan paydo bo'lgan ko'p narsa, jilka ya'ni. Qanaqa qilib Moskvaga ketib qolgansiz? Peterga o'qishga ketganman. Rossiyaga, Peterga. Sankt-Peterburgga telekommunikatsiya bo'yicha o'qishga borganman. 3-kursda o'qishimni to'xtatganman. Ishga berilib ketib qolganman. Juda ham qiziq bo'lib ketib qolgan ishlarim. U paytda restoranda ishlardim. Bu restoranga 2-kursligimda ishga kirganman va 3-kursgacha уже administratorgacha o'sganman. Birinchi kirganimda o'tda men o'zbek bo'lganim uchun, dokumentlarim bo'lmagani uchun, student bo'lganim uchun ofitsiantning yordamchisi bo'lib ishlardim. Stol yig'ishtiruvchi bo'lardim, runner. Shunaqa qilib administratorlikgacha o'sganman 1 yil ichida. Dalshi menga bu soha juda qiziq tuyulgan. Undan tashqari sekin pul paydo bo'lishni boshlagandan keyin koja bilan shug'ullanishni boshlaganman. Kojniy izdeliyalarini hobbi qilmoqchi bo'lganman. O'sha paytda haligi og'riqqa yechimini topish uchun kojniy o'zidan встроенный batareyniy bloklar bilan 2010-yilmi, 2013-yillar shunaqa qilmoqchi bo'lib koja bilan qiziqib ketib qolganman, lekin o'sha yerda juda ham tor nishamni topib, haligacha u производствоmiz ishlaydi. Kichkina производствоmiz bor. Rossiyada, Sankt-Peterburgda. O'zini nishasida nomer 1. Bo'lib ketdi уже. Haligacha ishlayapti, xudoga shukr. Yaxshi. То есть siz Peterda restoran biznesga kirdingiz, keyin уже Toshkentga qaytib 2016-yil Toshkentga qaytib keldim. Уже restorator sifatida tadbirkor yo'lini davom etdingiz. Men Peterdan пока нормальный pul topib, o'zimni yaxshi чувствовать qilmagunimcha qaytib kelmayman deb qaytib kelmaganman. 2016-yil qaytib kelganman oxiri. Уже sal-pal oyoqqa turib, ishlarim joyida, uverin bo'lgandan keyin kelganman. Toshkentga qaytib kelganman. Toshkentga qaytib kelib ham sразу zerikib qolishni boshlaganman. Ya'ni o'zi qaytib ketish niyatim bor edi, lekin zapret qo'yib qo'yishgan menga Rossiyada. 3 yil zapretda bo'lganman-da, o'sha paytda как раз Toshkentda nima qilishni bilmay, har xil joyga harakat qilib ko'rib, har xil narsalar qilib ko'rganman. Shu oxiri aylanib Scandi Home degan brendni yaratdik. Tovarlar do'mi. Ayolim bilan da keyingisi уже sekin ovqatga berilib ketdik. Birinchisi blinchik pishirishni boshladik. Chunki Rossiyada teremoqni yaxshi ko'rardik. Kichkina joy bo'shaganiga davay mana shu
blinchik pishiramiz deb. Keyin уже sushi pishirishni boshladik, chunki o'sha payt biza xohlagan to'g'ri, yaxshi sushi juda kam bo'lardi. Shuni qilganmiz. Mashin bilan sekin-sekin mana shunaqa bo'lib ketdi. Hozir nechta restoraningiz bor? Hozir Scandi Home hamma restoranlar hisobga olganda umumiy hisobda 9 ta filialimiz bor. Restoranda 3 ta brendimiz bor. Birinchisi bu blinchiklar, blinchik vaflilar. Blinchik emas, blin desa ham bo'ladi, krepe fransuzskiy katta. Ikkinchisi bu sushi, uchinchisi bu Turkish Village degan turetsk kuxnyamiz bor va Scandi Home. Scandi Home'da ayol bilan partnyorman dedingizmi? Scandi Home bilasizmi qanday boshlangan? Biza Toshkentga qaytib kelganimizda ayolimni Rossiyadan olib kelganman. O'zi Rossiya fuqarosi, birga o'qiganmiz. Uni olib kelganimda bizga uyimiz uchun ishlatiladigan jihozlarga bizani bozorda u paytda juda ham kam edi. Taklif biza sekin-sekin Rossiyadan o'zimiz ayolimni vkusidagi Ikeadan har xil mollar olib kelishni boshladik o'zimiz uy uchun. Kelishadi, qo'shnilar ko'radi, dugonalari ko'rib qoladi. Voy, mana chiroyli ekan, voy, mana udobniy ekan. Mana shunaqa qilib ularga olib kelishni boshladik. Keyin qarasak qo'shnilar, keyin hisob-kitob qilib ko'rsak, normalniy pul qilsa bo'lar ekan, bang'alat olib kelib sotishni boshladik. O'shandan bu o'sib ketdi shu narsaga. Ayolim u yerda juda katta rol o'ynaydi. Ayolingiz bilan ishlash qiyinmi yo? Ular bilan ishlash muammo anaqa qilmaydimi? Endi ko'pchilik bizga ham savol beradi. Men ham xo'jayinim bilan ishlaganim uchun urushib ketmaysizlarmi yoki o'zinglarni er-xotin munosabatingizga xalaqit qilmaydimi deb. Yo'q, har xil vaziyat bo'ladi. Ani vagon ichi konteyner ichiga ayolimni solib, ustidan benzin quyib yoqorgim keladi bir xil paytlar. Meksika ham shunaqa desa kerak. Hazillashyapman. Yo'q, biza boshidan kelishib olganmiz. Bizani o'sha уровень отношениyalarimizni, ya'ni ishda ish, uyda uy va har doim nimadir ichimizda savol tug'ilsa, biza o'tirib spokойно gaplashib olamiz, kelishib olamiz. Любой paytda. Yig'lab bergisi kelsa yig'lab bergi deyman. Sen yosh bola bo'lasan, men взрослый bo'laman deyman. Atak har doim haligi bor-ku. Взрослый ребенок. Restoranni biznes o'zi juda qiyin biznes, sfera uslug, xizmat ko'rsatish anaqasi, sohasi va tez buziladigan mahsulot. To'g'ri. Qanaqa qilib вообще bularni boshqarib olsizlar, marketingini qilyapsizlar? Ko'p restoranlar yopilib ketyapti. Restoranda тем более odamlar ko'p ochilyapti restoranlar, vыбор ko'p, постоянно ushlash kerak, заполняемость. Odam ko'p bo'lishini qanaqa qilib вообще bu muammolarni hal qilyapsizlar? Nasibamiz shu ekan. Juda qiyin bizneslardan bittasi, chunki u 5 ta biznesda o'zi hisob shunaqa deyishadi, haligi servis, производство, mana shu logistika, hamma bizneslarni bitta o'ziga jamlab olgan biznes deb hisoblanadi. Bizda ko'pchilikda menimcha ilmsizlikda muammo. Bizani hozir ya'ni O'zbekistonda masalan Голубой okean desa ham bo'ladi. Bu biznesda baribir ming hozir mana aytaylik rossiyaliklar kelib bizga o'zbekcha restoran ochib berishdi. Mana Lali masalan. Zo'r restoran bo'ldi. Biz o'zimiz ocholmagan restoran. Ya'ni bizda Голубой okean, hisob-kitob bilish kerak, bilim olish kerak, постоянно yengillik. Menimcha bu yerda endi mana boshida men o'tgan yillar boshida bitta restoran, ikkita restoran podrяд ochdimda, как раз bittasida juda katta yurmadi. O'shanda qidirib boshim urilib, Strasburgga kelib shu Karrada o'qib, Karra 2 da o'qidim. Ana o'shandan qiziq instrumentlar olib sразу boshladik. Qanaqa o'zi mana restoran biznesda eng katta muammolar bor? Eng katta muammolar bu umuman
bizda eng kerakli narsa bu klient qaytib kelish. Ya'ni marketing biri. mehmonni qaytib kelishi. Hisob kitob, marketing o'zi ham qiyin desa ham bo'ladi. Chunki biza nafaqat hozir aytaylik, men sushi pishirsam, sushichilar bilan umuman olganda любой ovqat bilan, ko'chadagi pirojkichilar bilan ham konkurent qilishim kerak, ya'ni mijozi, vnimaniyasiga. Esimda bor, siz kelganingizda aytgansiz, что sizda yana o'zi restoranlarda katta muammo bu ofitsiantlar. Undan hozir вообще muammo yo'q. Muammo esimdan ham chiqib ketibdi уже. Qanaqa muammolarni hal qilgansiz? Naimni o'sha Karri 2da o'qiganimizdan keyin olgan instrumentlarimni hal qilganman. O'sha zo'r instrument bor edi, Varonka, o'sha bo'yicha haligacha ishlaydi. Hozir уже nima desam ekan, ish bo'yicha yozyapman deyishsa, уже bot qilib qo'yganman. Instagramda ham sraz yig'averadi, ba'zi yig'ib turaveradi. No уже zo'rlarni отбор qilib, bilmayman, yarim yildan beri tikuchka yo'tsa ham bo'ladi. Chunki bu katta muammoda. Qaysi restoranga bormasangiz, ko'pchilik restorator tanishlarim, o'rtoqlarim ham borda, ular ofitsiantni bu katta muammo deyshadi. Endi balkim bir tarafdan men o'zim hozircha baribir restoran shunaqaki, siz har kuni, har doim o'sha restoraningizda borib, aylanib, nima deydi, nakonchika qilib palsa ushlab turishingiz kerak. O'shaning uchun balkim yana shu sababdir, men odam yig'ayotganimda aytaman, men bilan ishlaysan, 100%, balkim o'sha liderlik ozgina bordir menda, o'shaning uchun ham kelishadi. No, instrumentlar juda kuchli. Bilmayman, biz agar sal Varonkani sal yo'q borsam, ozgina $5-10 pul ajatsam, 100 talab o'chirib yig'ib qo'yaman. Yopiladi. Yopiladi. Hozir siz noodatiy marketing qilyapsiz. Targetdagi reklamangiz menga ko'p ko'rinadi. Po-mo'ymu qilishmadi. Yana restoranlarda bunaqa formatlarni ko'rmadim. Ozgina aytib bering shu formatingiz to'g'risida. Qanaqa qilib o'zi bunga yetib keldingiz? Nimani hal qilish uchun, nima muammoni? Qarang, uzoqdan kelaman. Baribir Karri to'g'risida ham ozgina aytib o'tib ketaman. Men bungacha o'qigan, o'sha Rossiyadaligimda o'qiganman biznesga, marketingga. U paytda endi boshlanardi bu narsalar va bilimim, keyin meni ustozlarim ham juda katta insonlar bo'lishgan. Ular uchun biznes bu savdo, toza foyda, savdo, toza foyda. Men shu narsaga qarashga o'rganib qolganman. Nima deydi, dekompozitsiyani kattaroq qilmagan ekanman hech qachon. O'sha как раз darsga kelganimda fevralda ikkita restoranim ham cho'kishni boshlagan. Endi ochilgan restoran уже yurmayotdi. Уже qiynalyotdim. Men bu yerga kelganimda men marketingni общий bilardim. O'sha brend, performansga ajrata olmasdim. Men ko'proq brendga yurar ekanman, performansga emas nimagadir. Shuni o'rgangandim. Keyin ikkinchisi bu yoyib chiqish. Ya'ni oylik plan yoki toza foyda emas, umuman olganda maydalab tashab, hamma narsani sredniy chek, количество, retention hammasini yoyishga o'rgandim. O'shandan menda ko'p narsa kelib chiqdi. Men bitta restoranimni yoyib chiqdimda, hisoblab chiqdim. Qarasam, men просто sredniy chekimni ko'tarishim kerak. Sredniy chekimni ko'tara olmadim hech qanaqasiga. Narx ko'tarishim kerak. Narx ko'tardim, o'xshamadi. Eng oxirgi sposobim bu edi. U restoranni просто yopib yubordim. Hisoblab chiqdim zararimni va undan fokusimni bu yerga o'tkazib, masalan, bu restoranda olayotgan bilimlarimni kirg'iza olar ekanman dedimda. Bu уже noto'g'ri ochib qo'ygan ekanman. Именно исследование ham bo'lmagan. Mani maqsadli auditoriyam bo'lmagan joyda men shu restoranni ochib qo'yganman. O'zi в принципе bu restoranlarda eng katta problema birinchi maqsadli auditoriyani izochet qilmaslik. Xullas, ikkinchi restoranimizda o'qishni boshlaganimdan keyin marketing, o'sha KEF,
ключевой этап воронки. Mana shu voronkani mukammal qilishni boshladim. Ya'ni man hisoblashni boshladim. Masalan, bugun men mijozimdan foyda ko'rmasam ham, masalan, 3-marta kelsagina men foyda ko'raman. Shularigacha yoyib tashladim fin modelni. Keyin oldin biza qanaqa qaraydik? Haligi mashinani nima desam ekan? RMP ni qo'ydim. RMP ni biza kunlik ko'rishni boshladik. Bu paytgacha RMP bizda bo'lmasdi. Biza prosta bugun menimcha savdo bo'libdi, точка безубыточныйmiz, mana shuncha edi deb har kuni qarab yuraverdim, sonliga bo'ldi. RMP ni qo'ygandan keyin bu prям haligi oldin aytaylik kemada ketayotgan, mashinada ketayotgan bo'lsak, orqa oynaga qarab haydayotgan bo'lsak, hozir уже kunlik sразу tushunishni boshladik va yoyishni boshladik hamma raqamlarni. Kim bizga bu savdoni olib kelyapti? Nechta ofitsiantimiz, qaysi ofitsiantimiz, qanaqa sredniy chek qilyapti. Xullas, mashinadan kelib chiqib o'ynashni boshladim. Hisob-kitobni shunchalik mukammallashtirdik. Keyin qarasak, bizga fikr keldi. Keyin marketingoviy kazdevlar qilishni boshladik. Kazdevlarda eng qizig'i odamlar sushida bizani o'sha eng problemli bitta yangi ochgan Haytown торговый sentrda Mazzami degan sushimiz bor. O'sha Mazzami sushi restoranimizda kazdev qilishni boshlaganimizda bizga aytishdiki, mijozlarimiz, biz yaxshi ko'ramiz sushini, lekin bu arzon produkt emas, lekin bitta olganda 8 ta dona bo'ladi, bir xil narsa. Men bilmayman, har riskovat qilgim kelmayapti. Sanda 30 xil sushing bor. Hammasini yeb ko'rgim kelyapti deb hamma ayturdi menga. Kelinglar o'rtoqlar, sizlarga dedim, kazdevlarni qilib bo'lganimizdan keyin boshladim. Bo'ldi dedim. Endi sizlar menga shvedskiy stol qilamiz dedim. 150 ming so'm berasizlar. Haftada bir marta qilaman va o'sha 150 ming so'mga kelib hamma sushilarni qo'yib qo'yaman. Ayamasdan bu shvedskiy stollarimiz ko'pincha emas, вообще o'zi foydada emas, zararda. Lekin hamma mijozlarimiz kelib bizani sushini hammasini yeb ko'radi. To'g'ri, lekin biz tushuntiramiz, что masalan, issiq sushilarimiz prям свежеиспечённый bo'lmaydi-ku, но ta'mini ko'ringlar, yoqqaninglarni keyin свежий boshqa payt zakaz qilib yeb ko'rsanglar bo'ladi. Bu bizga juda katta o'sish berdi. Biz 2 baravar o'sdik. Kar o'qishga kelganimda dan mana shu kungacha mana 2 baravardan oshib o'sdik. Hozir yana xudo xolasa dars o'sishga harakat qilamiz. Endi qiziq format. Zo'r. Kazdev tushuntirib o'taylik. Kazdev bu odamlar bilan intervyu o'tkazdik. Ya'ni bizga kirgan mijoz, kirmagan mijoz, kelgan mijoz, kelmagan mijozlar bilan hamma bilan gaplashib chiqdik. Ya'ni bir xil bo'ladi, zakaz qilib, zakaz dastavkaga masalan nimadir so'rab, mana buning ichida nima, mana bu nech pul deydi, keyin zakaz qilmaydi. Ular bilan отдельно yozishdik. Ovqatlarni tekinga gaplashamiz deb chaqirib gaplashdik shunaqa odamlar bilan, har xil odamlar bilan-da. Juda ko'p kazdevlar o'tkazdik. O'sha kazdevlarning orasidan mana shu narsa kelib chiqdi, что вообще zo'r. Zo'r anaqa qilibsizlar. Zo'r решение topsizlar, chunki rostdan ham kelib, yeb ko'rib, yoqqanini keyin bemalol zakaz qilsa bo'ladi. Вообще dahshat. Yangi restoranlar ochdingizmi? Mana shu karradan keyin. Karradan keyin yangi restoran emas, food точка ochdim торговый sentrda. O'tda уже ancha optimizirованный, ancha fin modeli juda ham mukammal ishlangan. Haligi 3 в 1 qilib, super optimizirованный qilib ochdim. O'tda nima desam ekan, savdo bo'lmasa ham zararda bo'lmaydigan qilib optimizatsiya qilingan joy qilib ochdim. Endi hozir niyatim bor, 2 ta katta restoran ochish. Bittasi juda nima desam ekan, eng katta главный rolni shundoq ko'zingiz oldida o'sha повар ishlaydigan qilib restoran ochmoqchiman. Ikkinchisi o'sha sushimizni Mazzami, ya'ni shvedskiy stolimizni sentrga hammaga удобный bo'ladigan qilib ko'chirish.
lekin ochmadim. Undan keyin Skandixom ochdik. Skandixom yana bitta filial ochildi. Xudo xolasa Skandixomimiz. Undan keyin ikkita filial ochdik. O'tgan yil o'zida ikkita filial ochdik. 3-chi pop-up filialimiz City Mall deydi. Hozir mana Tashkent City Malldan joy olamiz, xudo xolasa. Zo'r. Почти hamma proyektlarimiz uchun bunga ham juda katta sabab, investitsiya. katta sababchilardan bittasi bu mana shu shvedskiy stollarimiz desa ham bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan mana shu olgan bilimlarimni даже kuratorlikka kelganimda ham baribir leksiyada o'tirasiz, har xil yangi insaytlar olishni boshlaysiz-da. O'sha yangi insaytlar olib, ishlatib, bir oy ichida 20 ming, 30 mingta подписчик, 3 mingta подписчигim bor edi. Hozir mana 40 mingga yaqinlashdi. O'sha bir oy ichida 30 mingta подписчик yig'dim-da. Ana o'sha подписчиklarim orasida как раз bizga kerakli odamlar bo'lgan ekan. Xullas Tashkent City Mallga kirib ketdik. Zo'r. Hozir mana restoranlar ochilyapti. Rossiyadan o'zingiz aytdingiz, ko'pchilik kelyapti. Sizlarni bozoringizga qanaqa ta'sir qilyapti bu? Nima desam ekan, bizani mijozni yanada Kaprizniy qilyaptimi? Kaprizniy emas, naborot, tushunadiganroq qilyapti. Oldin masalan kirishardi, bizda ko'p narsani tushunishmasdi. Hozir уже ko'p narsani farqiga borishadi, servis nimaligini tushunishadi. Shunga yarasha talab ham qilishadi. Menimcha bu o'sishlar faqat yaxshiligi. Biz ham uxlab o'tirmaymiz. Harakat qilishimizga to'g'ri keladi, bilim olishimizga to'g'ri keladi. Ular kirib kelib, masalan, bizga nimani ko'rsatdi? Birinchisi bu birinchi ochilgan siravarnya. Nimani ko'rsatdi? Zavtrak masalan, bilmayman, sredniy chek 500 ming bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Biz esa o'ylardik, voy 500 ming so'm namcha qimmat bo'lmaydi, bizanikilar ko'tarmaydi deb yurardik. Yoki mana Novikov kafe ochildi yaqinda. Bemalol kishi boshiga 1 milliondan oshiq ishlatadi sredniy chekda. Bular bizga nima ochib beryapti? Bor ekan bizani mijozlarimiz katta cheklarga ham faqat O'chirit yana. Qibir, O'chirit yana u restoranlarga, ko'piga. O'chirit. Nimaga siz restoratorlik emas, вообще restoran bilan bog'liq emas odamlarga o'qishga keldingiz? Men o'zi Sherst akamni, Barnopamni u biznes moldan boshlab kuzatardim. Rossiyadan boshlab. Rossiyadan boshlab kuzatardim. Menga umuman aytganda, hali любой savolga javob borligi, mukammal biznesga kirib ketishligi yoqardi. O'shaning uchun men kelib o'sha karra bo'layotganini eshitib o'qishga keldim, chunki bilardim nima bo'lishidan qat'iy nazar men haligi nima desam ekan, u men jinniman, hech narsani bilmayman deb maksimalni olishga, informatsiya olishga harakat qildim. Men bilmayman, org strukturalargacha razraботкалар qilib, то есть darsda mana shu ertalab birinchi bo'lib kelardim. Ertalabdan kechgacha mana shu darsimni qilsam, yana kirib ketib, uy vazifalarini zo'r qilib harakat qilardim. Har bitta darsda maksimal informatsiya olishga, chunki juda katta tushkunlik deydim-da. Juda zo'r restoran ochgan edim, торговый sentr ichida. Xullas o'xshamagan. Keyin Zoom bo'lgan, savolga javob bo'lgan. Kirganman-da, Sherstkamga aytganman, mana shunaqa Sherstga. торговый sentrda, food courtda sredniy cheki ma'munchalik zo'r restoran ochdim desam, "San maqsadli auditoriyam o'tdi?" Yo'q, yopini deganlar. Yo'q deganman-da, keyin darsga borganman. Bizga kerakli instrument bor-ku o'tdi. Restoratorlarga juda kerakli instrumentlar ko'p. Birinchisi bu oladigan fin modellar, hamma o'sha o'zi finansiy kun bor-ku o'sha. Ikkinchisi bu marketing. Juda qiziq keyslar eshitasiz. 120 ta odamning informatsiyasi bor o'tdi. Masalanda, o'sha haligi nima desam ekan, ko'pchilik o'qiysizlar. Keyin org strukturalarning o'zi qiziq bo'ladi. Naym, jamoa. Bizda restoranda eng kerakli narsa jamoa, chunki qandoq hali povar yoki ofitsiant hali beri baribir искусственный intellekt o'zgartira olmaydi. Bizani
o'zbeklarga o'xshab xush kelibsiz, assalomu alaykum deb haligi kutib olib narsani ko'proq sotadigan, o'zini mijozini yaxshi biladigan, bilasizmi, shu xullas komanda darslari juda kerak bo'ladi. Men o'sha komanda darsida birinchi naimdir rosa qiynalardim. Ofitsiantlik yetishmasdi. Qanday olishni bilmasdim, tanishini qidirardim. Chunki odam bizning restoranda juda kerak. Masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, agar bitta любой joyga kirganingizda avtomat kofe mashina bilan oddiy baristali, odam pishiradigan kofe turgan bo'lsa, haligi odamniki qimmatroq bo'lsa ham odamga boradi. Avtomatga bormaydi ham. Shuning uchun bu bizning sohada juda kerakli masala. Sizni hayotingizda, именно tadbirkor sifatida emas, o'zingizni hayotingizda qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi o'zi? Balkim fikrlashda, mышление, bilmayman, balkim nima вообще qanaqa o'zgarishlar bo'ldi deb o'ylaysiz? Oldin menda ko'proq intuitsiya ishlardi. Любой narsani ko'rsam, men toza foydani ko'rardim. Men oylik vыручкасini примерно tushunardim, bo'ldi edi. Hozir любой biznesni shundoq ko'rsam, diagonalga o'lchashni boshlayman, hisob-kitobni parchalab tashlay olaman. Kim qanaqa savdo qilsam bo'ladi, qanaqa yashashim kerak, hammasini hisob-kitoblarga tashab qiladigan bo'lib qolganman. Ya'ni nima desam ekan? Mышленияz juda qattiq o'zgaradi. Ikkinchisi bu окружение. Bizda o'sha o'zimizni mini klubimiz bor o'zi, mini klubimiz bilan постоянно yig'ilamiz. Haligacha o'sha 1 yildan o'tdi, haligacha tashlab turasizlar-da. Ular, biz har hafta, har 2 hafta, yaqinda mana 3 kunga вообще toqqa chiqib keldik, maza qilib. O'tdagi bo'ladigan gaplar biz uchun, o'zimiz uchun haligi mastermind chalar ham bo'ladi-da bizda haligi. Bir-birimizni tortamiz, bir-birimizga juda kerakli bo'lgan informatsiyalar yig'amiz. Mana shu bitta klub, mini yig'ilgan klubchamiz o'zi juda qiziq. Bilmayman, bu odamlar bilan umrbod bir-birimizni bilib, haligi qattiq nimaligimizni ham biladigandek biz. Chunki hammamiz уровеньlarimiz, problemalarimiz почти bir xil bo'lgani uchun bu bolalar haligi juda qalin bo'lib ketdi bizga. Masalan, bu bitta katta plus o'qishdan. Ikkinchi katta plus bu sistema qilishni o'rganishni boshladik desa ham bo'ladi. Haligi nima desam ekan? Ko'p masalan, meni o'zimni hozir oladigan bo'lsak, ko'p joylarimni o'sha o'qishdan keyin va undan keyin yana дополнительно olingan bilimlar, ya'ni o'sha o'qish tufayli olingan bilimlar orqali men hozir ko'p joyi sistematizировать qildim desam ham bo'ladi. Ya'ni sistemlashtirdim. Chunki operatsiyonkadadan chiqib ketish niyatida. Va bu bilmayman, kechqurun soat 5 ta men uyda bo'laman. Oldi ya'ni kinolarda ko'rsatadi, tadbirkor bo'lsang, mana 24 soat ishlaysan. To'g'ri? 24 soat ishlaysiz agar sistemangiz bo'lmasa-da. Xullas, men o'rgandim sistemani, окружение, juda kuchli окружение oldim. U окружение bilan ishonasizmi? Qo'lim yetmagan odamlarga 2 sekundda yetib olamiz. Любой savolimiz bo'ladi. Men bunga mabodo vaqt yo'qmi? Ha, bo'ldi, hozir mana aka. Tirs 1-2 hal bo'ladi. Zo'r. Oxirgi savolim. Restoratorlarga va faqat restoratorlarga emas, вообще tadbirkorlarga nima tavsiya berardingiz? Nima tavsiya berardim? Qaysi ma'noda? Tadbirkorlarni qasdi. Yo'q, вообще qanaqa tavsiyalar berardingiz? Balkim qanaqa xatolarni siz qilgansizda, ular shu xatolarni qilmasin deb nimalar bilish kerak yoki nima bilim bo'lish kerak yoki hozirgi kunda o'zgarishlarni ko'ryapsiz, siz уже yengilchasiga ishlayapsiz. O'sha вообще tadbirkorlik anaqasida. 3-4 ta narsaga bo'lib tashlasa bo'ladi. Men oxirgi payt men o'zimga ham ko'p savol berishadi. Mana shu karda o'qigan ekansiz, nima oldingiz, qanaqa bo'ldi? Men aytaman, birinchisi men o'rgangan narsa bu mendan oldin kimdir o'sha bu ishni qilib bo'lganmi, qanchalik katta qilgan, qanaqa bo'lgan,
o'sha xohlagan narsaga erishdimi, man o'sha qilingan bo'lsa, значит bu narsa kerak, qila olaman. Bu birinchisi. Mana shu narsani sразу ko'rishi. Ikkinchisi bu qayerga qarab ketyapsiz, nima xohlayapsiz va uni qanday topsa bo'ladi, ya'ni dekompozировать qilish hamma narsani, любой narsani. Uchinchisi bu komanda. Ma'lumcha Jahongir Ortiqxo'jayev ham juda katta biznesmen va juda katta HR deb bilaman ularni, chunki oldidagi komandalari masalan eng zo'rlari. Ularni men bilishimcha, men eshitishimcha ularni prям o'zlari o'stirganlar dajida. Bu komanda. O'zimda ham xuddi shu narsa, meni ham yonimda yurgan 3-4 ta bolalarni aniq bilaman yoki powerlarimiz bor. Power bo'laman deb o'ylamagan ham, lekin men bilan shu 5-6 yildan beri ishlab, уже o'rganib, menimcha haligi yana bir 5 yildan keyin ular ham nomer 1 bo'lib kechadi. Ya'ni men o'rgangan narsa tavsiya berardim, oldinglarda komandani kuchaytiringlar, mehr beringlar. Faqat ular bilan sizlar katta narsaga erisha olasizlar, komandanglar bilan. Ikkinchisi bu bilim, hamma taraflama. Bizada afsuski ko'pchilik bilimga kam kuch qaratadi. Bu juda kerak. Hamma boradi, boshqa narsaga investitsiya qiladi o'zicha, lekin kallasiga o'ziga investitsiya qilsa bu точно 1000 barobar keladi. Mantiqan bilmayman, o'sha karra o'sishi o'zi haligi qaysidir darsda kelib shokda kelganman-da, chunki birinchi darsda bo'lgan KF o'rganganman, qaysidir darsda KF o'rganganman, keyin qaysidir darsda shu RMPlarni o'rganib, ras RMPga qo'yib, KF qo'yib, marketingga bitta yoqqanman-da. Haligi savdoyim bilmayman, juda past edi. 30-40 million bo'larmidi. Xullas nima bo'lgan? Bitta yoqib ko'rganman-da, jinnini yoqib, mana shu olgan ilmimdan. Xullas 3 barobarmi 140 millionmi savdo qilganman-da. 40 million bilan 140 millionni farqi juda katta-da. Shokda bo'lganman. Uni bilmasdan qilib qo'yganman. Ya'ni o'sha mana shu tak, mana bundoq qilasan, mana bundoq qilasan deb o'rgangandek qilganman-da. deb o'xshab ketib qolgan. O'sha narsalarni masalan hozirgacha qaytaraman. Уже juda ham keng fikrlashga o'tib ketdim desa ham bo'ladi. Xullas tavsiya qilardim shu 3 ta narsa. Rahmat katta Sherstiga vaqtingizni ajratganingiz uchun, podkastimizga mehmon bo'lib kelganingiz uchun. Sizlarga rahmat. Siz bizlarni a'lochi o'quvchilarimizdan bittasisiz. Sizni ko'rganimizdan har doim xursand bo'lamiz. Rahmat. Rahmat.